Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Tojikiston Rossiyaga nota yubordi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tojikistonlik bolaning o'limiga Rossiya va Tojikiston rasmiylarining munosabati. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari bilan telefon orqali suhbatda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 10 yoshli Tojikiston fuqarosi Qobiljon Aliyev o'ldirilishi bo'yicha keng qamrovli va xolis tergov o'tkazishga chaqirdi. Tojikiston tomoni hodisaning barcha sabablari aniqlanishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishini talab qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari tergov allaqachon boshlanganini va nazorat ostida ekanligini va jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirgan. Tojikiston tashqi ishlar vaziri ilgari bu voqeani millatchilikka asoslangan harakat deb atagan va Rossiyaning Tojikistondagi elchisiga rasmiy nota, shuningdek Rossiya tashqi ishlar vaziriga tegishli xat yuborgan edi. Fojia yuzasidan izoh berar ekan, Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Rossiya tomoni hodisani xolis va obyektiv tekshirish uchun barcha zarur ishlarni amalga oshiradi deb ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya tashqi ishlar vazirligi tergov qo'mitasi va ichki ishlar vazirligiga barcha mavjud tafsilotlarni aniqlashtirish va tojik tomoniga zarur yordam ko'rsatish uchun murojaat qilgan. Qobiljon Aliyevning jasadi Tojikistonga yetkazildi. Janoza va vidolashuv marosimi 18 dekabr kuni Shahrinnav tumanining Chertupa qishlog'ida bo'lib o'tdi. Rossiyada mehnat migratsiyasi qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. Davlat dumasiga patentlarni bekor qilish va yangi modelga chet ellik ishchilarni maqsadli yollashga o'tishni talab qiluvchi qonun loyihalarini to'plami taqdim etildi. Yangi qoidalarga ko'ra, migrantlar mamlakatga faqat ma'lum bir ish beruvchining taklifnomasi bilan kirishi mumkin. Ish ruxsatnomasi faqat bitta mehnat shartnomasining muddati davomida amal qiladi. Agar shartnoma bekor qilinsa, xorijiy ishchi Rossiyani tark etishi kerak. Boshqa ish beruvchiga o'tishi imkonsiz bo'ladi. Migrantning Rossiyada bo'lish muddati mehnat shartnomasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Uni yangi taklifnomasiz uzaytirib bo'lmaydi. Ish beruvchi chet ellikning mamlakatdan chiqib ketishini osonlashtirishga, shu jumladan uning uchun to'lovlarni amalga oshirishga majburdir. Qonun loyihasida migrant ishchini yollash bilan bog'liq barcha xarajatlar, jumladan hujjatlarni rasmiylashtirish, tibbiy ko'riklar, sug'urta va uy-joy xarajatlari ish beruvchiga yuklanadi. Shuningdek, xodimning o'z vaqtida ketishini ta'minlash uchun ham javobgardir. Bu yirik biznes uchun maqbul bo'lishi mumkin, ammo kichik kompaniyalar uchun bunday xarajatlar jiddiy muammoga olib keladi. Asosiy qoidalardan biri yangi tizim ishtirokchilariga yashash uchun ruxsatnoma va fuqarolikni olishni taqiqlashdir. Shuningdek, migrant oila a'zolarining, jumladan ota-onalar va aka-uka, opa-singillarning kirishini taqiqlash taklif qilmoqda. Yangi tizim bo'yicha kelgan barcha migrantlar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy biometrik testdan o'tishlari shart. Ushbu ma'lumotlar yagona davlat tizimiga kiritiladi va ularning qolish muddatini avtomatik ravishda kuzatib boradi va agar kerak bo'lsa, chiqish tartib-qoidalarini amalga oshiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'zgarishlar migratsiya oqimini yanada qattiqroq nazorat qilishga qaratilgan. Biroq yangi tizim qonuniy ish bilan ta'minlashni sezilarli darajada qiyinlashtirishi sababli noqonuniy ish bilan ta'minlashning ko'payishi ehtimolga yaqin. 2025-yil 16 dekabr kuni Moskva viloyatining Gorkiy qishlog'ida fojia yuz berdi. 15 yoshli 9-sinf o'quvchisi Uspenskaya maktabining o'quvchilari va xodimlariga pichoq bilan hujum qildi. Natijada 10 yoshli o'quvchi halok bo'ldi va yana bir nechasi jarohat oldi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ertalab soat 9:00 atrofida o'smir 9-sinf o'quvchisi Timofeyevga dastlabki ma'lumotlarga ko'ra yo'lakda qo'riqchiga qalampirli balon purkagan va
keyin uni pichoqlagan. Keyin hujumchi qochishga uringan. 4-sinf o'quvchisi ta'qib qila boshlagan. Bolaning yelkasi va bo'yniga pichoq urgan. Bola tez tibbiy yordam xodimlari yetib kelguniga qadar ko'p qon yo'qotishdan voqea joyida vafot etgan. Marhum 10 yoshli Qobiljon ismli bolakay bo'lgan. U aslida tojikistonlik migrantlarning farzandi. Onasi shu maktabda farrosh bo'lib ishlashi va otasi 1 yil oldin qazo qilgani ma'lum. Uning egizak ukasi ham shu maktabda o'qiydi. Keyin o'smir maktabda binolarning birida yashiringan. Voqea joyiga maxsus kuchlar chaqirilib, jinoyatchini qo'lga olindi. U hibsga olingandan so'ng darhol aybini tan oldi. Bu 2025-yilda Moskva viloyatida millatchilik asosida sodir etilgan ikkinchi qotillikdir. Rossiyada yoshlar ekstremizmi ko'payib bormoqda. Buning sabablari orasida internetda ekstremistik kontentlarga kirish, maktablardagi muammolar va migratsiya bilan bog'liq ijtimoiy keskinlikdir, deyiladi xabarda.